أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bizimki hazır tefsir Jalalayn'i okuatımız tefsir Jalalayn. Okup aldık bir ders oldu. O dersimizin özüde tefsir degen neymi? Kur'an-ı Kerim kandak kitap. Onu dekin bu kitabını tesip koyan Jalaleddin Mahalli ve şunudaki Jalaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhima ola kandak bir adamdı. Onu tanışıp öttük. Onu dekin tefsir Jalalayn kandak bir tefsir. Mene tefsirniki yüze bir kanç kılga bildiğinizde tefsir bir rivaya ve tefsir bir diraya deydiğen. Şimdi tefsir bir rivaya diyen gibi şu rivayetke asasen yani Peygamber Sam'den, sahabildin, tabiindin muşundak kişilerden rivayet kılınıp şu arkalık bu ayetke nemi dep tefsir kıldı? Muşunki arkalık kılınan tefsirini tefsir bir rivayet deydendi. Hem de tefsir bir dirayet deydi. Tefsir bir dirayet dengip dirayetin biliş dengip oldu. Yani fikir kılıç okuş. Yani tefsirlik özüne o adam yüzündeki ilmi istidadı asasen, yüzündeki ilmi kabiliyeti asasen, mene şu Kur'an-ı Kerim tefsir kılıçta belki de usul ve kaydı asasen, o kaydı usul neymitti? Şu Arapça dilindeki üzerine mene Kur'an'ı tefsir kılıçta onunki aldıda bir kanç fenni biliş gerekti. Şu bilişiyle birlikte o adamın yüzü Allah'a belgen bir istidat, bir kabiliyet çok bakken yüzü fikri. Şu fikir arkalık kılınan tefsirini ne mi deydi onu? Tefsir bir diraye. Dep bundan nem kıldı, atıldı. Hem de bizdeki hazır okumak çoğan, okutkan ma tefsirinin ismi pa tefsir olan olsa mene tefsir bir dirayenin katarı çok kirdi. Yani tefsir bir diraye. Yani bu şu 12 ilimni bilgenden başka vakatta alımlı olandı. Mene onu da başka o adamga Allah Teala bergen bir ilmi muhabe, yani bir istidat, kabiliyet asasen bu Kur'an'ın nemi kıldı, bu kitabın üzerinde şunu için tefsir kıldı. Tefsir kılış arkalık, mene o 12 ilimnin üzü bulup mu? Mene bununki mubtada haber, bu ise kaysi fildin, bununki cümlesi nime, mubtada mı, haber mi, bedel mi, yaki nemi mi? Bu nemi için undaq bolu degen tek ilim balagat ve onu da başka muş nesi asas kıp mıkılanim var, muş asas kıpçı tefsir çok kıldı. Kandikin bunda bir tefsirniki nemi seyna umumi bir tefsir olup bunu da fakat yüzdeki istidat asasen Kur'an-ı Kerim'deki üzerine mene şu baştan ahire aşağı tefsir çok karış. Yine onunki tefsir bil ahkam, tefsir bil mevdu deydiğen her xil müştahı nemi var tefsirler çok var. Oşumaydı. Biz okuvatkan bu tefsirniki sahibi olan Jalaleddin Abdurrahman Mahalli ve Jalaleddin Suyuti diyen bu iki adamniki tefsir olan bolsa tefsire bir dirayını katarı uçup girdi. Şu an bunda da rivayet nahit az uçuraydı. Hem de rivayet az uçurursa mı? Bunda da sebebi nuzul var. Sebebi nuzul ve esbab nuzul deydiğen. Yani bunu şu tefsir kılmak çok adam. Benim muşniki içinde yani 12 ya 8 ilminin içinde bu çupa. Yani sebebi nime? Esbab-ı nuzul deydiğen. Yani her bir ayetindeki düşüşünün sebebi. Yani şu düşken sebep olan olsa şununki sebebini çok biliş çok gerek. Onun da başka o adamlık özü menetünü diğerimizde nasih ve mensuh deydiğen bir pen var. Bu yani Kur'an'niki içindeki bazı hükümlerniki emelden kaldırılışı ama tilavet boğan bolsunmu
ba'zi ahkamlarniki o'ziniki u bir oyatning o'zini hukmdan amalda qoldirishi, bir oyatning amaldan qolib qolishi va bir oyatniki mana nasx uniki amalda qoldigan oyat ma oyat qaysi oyat qanday qoldigan. Men mushuni qilish kerak, uningda bilish kerak. Men mushlar narsani bilish kerak. Meni bizniki hozir o'qiyotgan kitobning nimasi mana tafsir shu asoschi shu tafsir qiladi. Buningda. Biz endi Qur'oni Karimniki 5 bo'lgan alhamdulillah boshliqlik. Endi ma tafsirning o'zida asl ikki odam tafsir qildiki, mana oldingi darsimizda degandek, bu Jaloliddin Mahalliy degan odamning o'zi Qur'oni Karimniki sura Kahfdan boshlab unidiki bu adamning o'zi shu so'rniki oxirgi kelchilik unidiki alhamdulillah qo'shib tafsir qilgan. Unda o'g'ilkin asli alhamdulillah qoidasi shu adamning tafsir boshlab olgan ba'zi kitoblarning o'zida shu so'ra niminiki, ya'ni so'ra Kahfniki 5i mushaga nim qiladi, o'sha qo'yiladi. Bu İmam Suyuti rahmetullahi alayhi qan tafsiri so'ra Baqirdan boshliqlik. Baqirdan boshlagan bo'lgan ekan, bu e'tibordan 5 tafsir kitoblarda bu yo'q. Uniki o'tirilib bir yerda cho'pa. Endi hozir bu tafsirimizda yine alhamdulillah bu şey chunki Qur'onniki 5i nima alhamdulillah. Alhamdulillah bo'lgan ekan uning ikkinchi surasi so'ra Baqara. Men mush e'tibordan u Jaloliddin mana Mahalliy degan odamning o'zi ashta qismi Qur'onniki asli tartibi bu tavqifiy bo'lgan ekan. Bu yoki tavqifi degan gap, ya'ni bu Qur'onniki bu tayyorlashning o'zidan, tartibning o'zidan Alloh taoloning Muhammad alayhissalatu vassalom vahiy qilish orqali bu qonunni bildirgan. Bildirgandiki bundan sonra tavqifi, ya'ni uni uchun qartib qolgan. Ya'ni bular insonniki o'zidagi fikri, isti'dod, qobiliyati orqali mas'ur oyat olsun, mas'ur ma'noda ma olsun, asur oyat olsun degan gap yo'q. Bu faqat ilohiy tarafdan kelgan. Unda o'g'andagi ilohiy tarafdan kelgan bo'lganligi shu buni asosan yana ba'zi nusxaning o'zida qo'limizdagidek shu bosh tarafida sura Fotihaninki tafsiri cho'pa. Sura tafsiri cho'pa. Endi bu sura Fotihaninki tafsirining o'zida shu nima deymiz uni dedi Jaloliddin Mahalliy rahimahulloh nima qildi? Mushtaqcho dedi deymiz endi. Bu odamning tafsirini o'qigan bo'lgan ekan. Andaki sura Baqara kelgan vaqtida undaki nima deymiz uni Jaloliddin Suyuti deb mushtaqdem qilamiz, unga ataymiz endi. Jaloliddin Muhammad Ahmad ibn Muhammad Mahalliy deb hozir mush gapni cho'q deymiz. Men Jaloliddin Abu Faz Abdurrahman ibn Abu Bakr Jaloliddin Suyutinki oti bo'lsinki ismi. Suratul Fatihati. Bu Fatiha surasininki nimsidir? Tafsiridir. Degan nima u gap? Endi bu yerda sura Fatiha deb bu Qur'onninki asl 5ida mana bu cho'pa. Masalan sura Baqara deb u ayrim. Lekin bu tafsirni qo'yayotgan bo'lgan ekan, tafsirda sura Fatihati deb cho'pa. Ya'ni nima degan gap? Bu yerda imom ya'ni Abdurrahman Abu Bakr Mahalliy degan odam dediki, hozir bu boshlaydiganimiz sura Fotihaninki nimasidir? Tafsiridir. Degan nim bo'ladi, gapchi bo'ladi. Unda o'g'aniki sura Fotihaninki suratul Fotiha degan muftidoi mas'ulning nimasi? Xabari. Ham uning ustida qola deydigan mushtaqchi nima va gapchi bor. U qolniki foid bo'lgan. Mana bu kim? Mana shu Jaloliddin Mahalliy degan odam mundoq dediki, mana bu sura Fotihaninki nimasidir? Tafsirdir. Degan gap bo'ladi. Uchonizda hozir degan muftida uniki muzofun bo'lgan nashkaraning o'zi mana tafsiru suratil Fatihati degan gapning o'zi u sura degan tafsir degan gap mahsub. Bu mahsub bo'lishning o'zi chunki bu yerda hozir bu qilayotgan ishlikka o'zi nima qiladi bu? Ya'ni shu tafsir qilishni bildirdi. Bildirgandikin u yerdagi mush qiliqniki o'zi, ya'ni shu qarina, ashadagi tafsir degan gapni tushib ketishini nima qildi? Bildirdi.
Chunki har qanday bir narsa tushib ketishni jazman uni bildiradigan uniki oldi keyning o'zida bir alomatchi bo'lishi kerak. Mana ana so'g'ana bayan ochib ketib o'qigan. Unda o'g'ankin hozir biz o'qiyotgan tafsir qilib o'sha o'qiyotgan shaklning o'zi mana ash-Suratul Fotihaniki 5ida bo'lgan tafsir deganga nima qilib ketdi, ketdi. Qayrinicho muadamning lafziz bo'shliq yo'q bo'lgan bilan biz o'qigan vaqt uchun bo'shliqchi deymiz deydi. Endi Sura Fotihaniki tafsiridir. deb nim qildi, bunda bu adab atidi. Endi bu Elhamdu degan so'rning isminiki o'zi Sura Fotiha degan nima ism cho'pa. Fotiha degan nimadan gap? Fata yapta fatta degan gapning o'zi, ya'ni ich. Ochdi, ochdi. Ya'ni ochdi, ochdi degan gap, ya'ni bir narsa yeyitli badaq qolmasin ochgan bo'lsa, uni fatti deydi. Fatti degan nima qildi? Shu narsaning o'zini ochgandan keyin boshda olgan bo'ladi. Unda o'g'ankin bu so'rning ismi nima? Sura Fotiha. Sura Fotiha degan gap Qur'oni Karimniki iborat bo'lgan musabni ochgan vaqtida tunji qatin u odam boshlagan ya nereden boshlaydi o'qish kelgan vaqtida tartib bilan Sura Fotihani uchun boshlaydigan gap. Sura Fotihani alhamdulillah boshlaydigan gap boshlagandan keyin bu e'tiborlar bu so'rniki isminiki o'zida nima deb qo'ydi? Sura Fotiha deb nim qildi, buni qo'ydi. Endi bu Sura Fotihaniki aldığı dersimiz degandek her bir so'rniki ismini qo'yishniki o'zi uni nima qilmagan payg'ambar sallallohu qo'yib yoki uni çok qancha undaqchi yo'q. Buni faqat sahobaning o'zi boshqaning ma'u deb yoki payg'ambar sallallohu hamda uni anglagandan balki sahobaning o'zi shu bo'ladi. Unda vaqt sahobaning o'zi buni shu ashtaqti bekitib bergan, bekitgandan shu har bir so'rning o'ziga mustaqil nima qilgan ism çok qo'yilgan deb mustaqil deymiz. Chunki nima xudo deymiz? Çünkü Sura Fotihadan başqa bu so'rniki isminiki yana bir qancha nimalar var, başqa mufassir, başqa kengri bo'lgan tafsir kitoblarda bu cho'pa. Bu tafsir bir rivoyat etgan, mesela İbn Kasir, Tabari degandek Qurtubi degandek ashtaq mu'tabar tafsirning o'zida bu Sura Fotihaning alhamdulillah isminiki bir qancha tabiin, ladin va sahobalar rivoyat qilganligining o'zini cho'q deydi. Degandek yani demek bu so'rniki bir so'rning ismini qo'yishning o'zida shu yiliq sahobalarniki nimasi ekan bu o sahobalarniki men ilmi yani sahobaning ishi shu ekan. Ya sahobalar shu buni çok qo'yibdi. Deyish shu. Ba'zi vaqtlarda payg'ambar falan so'rdabchi payg'ambar elisi rivoyat qilindi. Uchanzi payg'ambar qo'ygan unda vaqtdagi bunda bir so'rniki ismini o sahobalar qo'ydi desam, ya'ni mohiyatda o sahobalar diniy tarafdan gap qilgan vaqtida hargiz nim demaydi uni o'ziniki ra'yi va fikrlarni shu demaydi. Demagandan keyin bu so'rning o'zida shu vaqtda o'zidimi, ya'ni payg'ambar sallallohu ism shu qo'yib bergan deb nim deymiz unga deymiz. Shu Qur'oni Karimda alhamdulillah tushunishida biz Sura Fotihani tushundik demaydi. Sab'an minal masali Sebel minamesani tushuduk deydi. Şu bu isimlik üzere bu nimemez tevkifiçi emas. Bunu sahabe ve tabi'illah yüzdeki ilmi kabiliyet kasasen mustaqçı koygan. Koygandaki bunun içindeki her bir kimniki qaysi isim ve muteber şunu qarab andaki so'rniki ismini mustaqçı beketken. Şu bazı so'rning ise ikki xil isim var. Ya bir qancha xil isim var. Bazı Kur'an'ın musaflarda bir so'rning ismi madaq deb atalsa, yin bir so'rning ismi uchun madaqcha barqishqan bir atıldığı işçi var. Endi Fatihatu. Fatihatunki tasning o'zi asl Fatih ism fa'il muzakkar, uniki muannasi Fatihatun bo'ladi. Fatihatun bo'lganiki bu e'tibordan boshlovchi ayol. Yani tunç qatimki nima ayol degan gap bo'ladi. Unda bo'lganiki bu yerdagi ta'ning o'zi boshqacha ayol emas, ya'ni ismniki bir aşı nimadan sifatdan bir ismga aylanganligini nimasi ifodasi. Bu yerda boshqacha ayol deb undaqcha nim qilmaymiz, boshqacha ayol deb undaqcha ma'ni etmaymiz. Bu yerda sifatning o'zidan bir ismga naql qilib yo'tkalgan vaqtida uni bildirish uchun ta'ni qo'ydigan, ya'ni to'xtagan vaqtda ha deymiz. Mana ha'ni qo'ygan bir nima arabning qoidasi shu bir ish bor. Bunda ishlaydi jiq.
Shu qatorda ashtachu bo'lganchu deymiz. Endi hozir deganimizdek, bu sura Fotihaniki, mana sura Al-Hamdniki buningdan boshqa yana jiq bir qancha nimalar bor, ismlar ko'p. Bu ismning o'zi mana shu Al-Hamdniki o'zidagi ma'nosi, mazmuni payg'ambar alayhissalatu vassalam shu degan izohatiga asosan o'limalarimiz bu Qur'onni, bu sura Fotihanini shunday deb atagan. Masalan, sura Hamd surasi, Shofi Suratul Shofiya, Suratul Kafiya deb mushtaq atilgan ismlar çok bor. Mekkiyetun sebu ayatin bil bismillati inkanet minha ve sabiatu sıratal lezine ila ahiriha ve illem tekun minha fessabiatu gayril mağdubi ila ahiriha ve yukadderu fi evvaliha kulu liyekune ma qabla İyyâke na'budu munasibe bi kavniha min mequlul ibadi. Deydi. Mekkiyetun. Şu bu tefsirniki sir bu. Tefsir Jalalayniki bir alayligi lafzi bek qisqa. Lafzi nima? Bek qisqa, bek ixcham. İxcham bulup onunki içide şundaq ma'nichi jiq. Men bu itibar bilan şu xalqning o'ttirizda buniki maqbul bo'lishining sababi shu. Men hozir mana Mekkiyat dedi. Ya Mekkiyatun desa bo'lgan gap. Unda demak, uniki mubtadasi o'zincha hasbcha qiliqliq. Mana bu sura Fotiha Makkidir. Ya'ni Makkaga mansub kelgan, Makkada tushgan nimadir o suradir. Deydem. Mana bu kimning ko'z qarashicha Jaloliddin Mahalli rahimahullohning ko'z qarashicha bu suraning o'zi sura nima o? Makkada tushgan sura. Mana oldingi darsimizda degandek, Qur'oni Karimdagi 114 suraning o'zi ikkiga bo'linib, birsi Makkada tushgan, yana bir qancha qismi Madinada tushgan degan mushtahnimini o'qidik. Mana buning ichida 83 tane sura bor. Shu 83 tane suraning o'zi Makkada tushgan bo'lib, bu Makkada tushdimi, Madinada tushdimi, buni bilish bek muhim. Nimishqa? Chunki Makkada tushgan sura bilan Madinada tushgan suraning ikkisiga umum tarafni o'xshatimi, asosan o suralarniki o'ttir qo'ygan ta'limot bir-biriga asos qilmaydi. Mana bir qancha asos nuqtasi o'xshamaydi. Mana sura Makkada tushgan sura bo'lib qolgan bo'lsa, bu asosan mana tavhid, iymonga aloqador nimalar bo'lib, mana masalalar bo'lib, buning ustida to'xtaladi. Makkada tushgan, Madinada tushgan sura bo'lgan bo'lsa, bu endi Makkaning ichida 13 muddatda bu oyatda sura tushib, u yerda musulmonlarningki iymon jihati rasmiy kuchlanib, men rasmiy voyaga yetkazib bo'lgandan keyin, unidan nima keladi? Unidan Madinaga kelgandan keyin rasmiy amaliy harakatga o'tadigan gap. O'tgan bo'lgandan keyin shu u davr tushgan suraning o'zi ko'pincha ahkomni o'zincha ahkomni o'zicha oladi. Ma'adal, mahram, ma'nuquna, manqimana, durus bo'ladi, durus bo'lmaydi deb mushning ustidan qilgan to'xtalgan gap. Bu suraning bir alomati o'zi, suraning mazmuni qarab, unida ahkam bo'lmagan bo'lsa, buni ifodasining o'zi uni nima deydi? Mana bu suraning o'zi Makkiylikkan, Makkada tushibgan deyilgan ish ko'p. Agar uni ahkam qatorliq sura bayon qilgan bo'lsa, mana o ahkamlar qatorliq bayon qilgan bo'lsa, biz uni qarab bu suraning o'zida Madinada tushgan deb nima qilamiz? Qaraymiz. Endi birisi bu suraning o'ziniki nada tushganligini o'zini sahobadan rivoyat qilinibchi, uni orqali biladi. Chunki Qur'oni Karimning o'zini Muhammad alayhisalom tushgan vaqtida atrofidan jazman sahobacha bo'lishi mumkin ko'p vaqtda. Ba'zi vaqt bo'lmasa, uni payg'ambar ham o'z yolg'iz vaqtda tushib qolgan bo'lsa, masalan, uni darhol sahobaning qashiga chiqib buni deb o'rgatdi. O'rgatgandan keyin bu o'qidi, men Makkadagi vaqtda o'rgatgan yo Madina vaqtida o'rgatgan deb. Buning asosi bu surniki qayerda tushganligining o'zini nima deydigan gap, qayerda tushganligining o'zini uni bilgandan keyin shu rivoyatga asosan undan naql qilib kelgan shu gapga asosan buni shu ashtoqcha bekitiladi. Buniki bir nimasi mas shu.
Endi bu so'rniki o'ziniki Makkaga tushishniki o'zidadoq madam shuni tarjih qildi deb, lekin bu so'rniki Makkaga tushishniki o'zida buni ixtilof bor ekan. Ba'zi rivoyatga asosan bu yilqi so'rning o'zi Makkada emas, Madinada tushgan deb nim qildi, qaraydi. Chunki nimishqa? Chunki namozniki farz bo'lishniki o'zi, mana Makkada tushish degan gapning o'zi, mana Makkada tushgan vaqti o'zida o'changizda namozniki farz bo'lsin, Mirojning o'zi shu payg'ambardan Makkadan shu yil Madinaga hijrat qilishi oldinchi 3 yil atrofida shu bo'lgan. Bo'lgandikin o'changizda sura Fatihani shu chaqda shu bo'lgan. Bo'lgandikin ondaki buni deymiz Makkada tushgan deb buni uqtirdi deydi. Ya'ni Madinada tushgan deganligi shu bor. Unda vaqt o'zida buni bir rivoyat bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rivoyat. Buning asosida buni Madinada tushgan deb nim qiladi, qaraydi. Endi yana ba'zi ulamolar ikki qism o'ttirisini birlik keltirib, Qur'oni Karimda Alloh taolo Qur'oni Karimda mana sura Fatihani o'zini ikki qator mushtaq tushirgan. Ya'ni ikki qator Muhammad alayhisalomga Alloh tarafidan Jibril alayhisalom orqali shu tushgan. Birisi qavm, birisi Makkadagi vaqtda, yana birisi nimaning vaqtida Madinadagi vaqtda tushgan. Unda bo'lgan ekan, u ikki rivoyatning o'zi bir-biriga nima emas, zid emas, ikki tushgan ekan, o'chanichu bu mushkatni chu bildirdi deb nim qildi, qaraydi. Endi nima uchun ikki tushirdi? Nima uchun ikki qator tushirdi? Chunki bu so'rniki mana ahamiyati nihoyat bak nima muhim. Nima aytmak muhim? Muhim bo'lganligi uchun shu Alloh taolo bu yer ikki qator nima qilgan tushirgan. Muhim bo'lishda chunki Qur'oni Karimdagi umum mazmunniki hammasi degidek sura Fatihaniki 7 oyatning ichiga siqqan. Ya'ni o'lmadim tushunadi shu. Bu endi siqqan degandan buning ichidagi butun shu oyatniki hammani o'qib, buni shariyliga vaqtida qolgan mutavankaga oyatning hammasi shuni shariylaydigan. Chunki bu sura Fatihaning 7 oyatning ichida shu Qur'oni Karimga o'ttirib qo'yayotgan ta'limot, u qonun, iymon, e'tiqod, uningdan ahkam, axloq, uningdan tarix deymiz. Mana mushundaq 6-7 xil mushtaq umumiy cho'ng mazmun bor. Mana bu halol harom deganidek mushtaq mazmun. Buniki umumisi bu suraning ichiga mujassamlashgan. Mujassamlashgandiki shu bu suraning o'zi turji qatimda qo'yishimiz uchun qandoqki kitob binas kerak bir odam yozgan bo'lsa, shu kitobniki ichida, shu kitobniki muqaddimasida o'zi demoqchi bo'lgan shu kitobning o'zi umumiy mazmunni ichiga sig'dirib qo'ydi. Shunga barat islom deydigan gap bor. Shu tush orqali andikin ma'ada deydigan, bu kitob bu gapni qilgan umumiy xulosa qilish orqali uni uqtirilgan. Unda bo'lgandikin Qur'oni Karimdagi sura Fatiha shuni qiladi, o'xshaydi. Unda onu Qur'on Karim sura Fatiha shuni o'xshagan ekan, men Qur'oni Karimdagi umum mazmun. Uni deyki, andikin mushu suralarning o'zi, sura Fatihaniki o'ziniki nimasi o? Aşk sura Fatihaniki aşu tushgan oyatniki har bir oyat, har bir mazmunning o'zi bu yerda bu nima qilish kengaytish olgan bo'ladi. Tafsir bayonchi qon bo'ladi deb mushtachu qaraydi. Shunga ba'zi ulamolarimiz ayrim sura Fatihaga tafsir qilgan olimlarimiz bor. Ajoyib jiqqan bir qancha tom yerdir. Jiq, men uni vermek ko'rgan. Jiq bir tom keldi o'yon. Buni ajoyib tafsir qildi. Bu tafsirning o'zi shu ba'zi nimalarga sura Fatihaniki tafsir bu yerda nima qilmaydi, tugmaydi. Deydigan ashtan noiti jiq deb taqdim qildi, unuga qartildi. Unda bo'lgandan bu yerda sura Fatihaniki o'zi bu yerda iymon, e'tiqod qandoq gap? Mana bu Alloh deydi, buni hammasi bu yerda chiqadi. Biz ham bunda qilsak yana bir qadar kag'irib ketadi endi. Sabu ayatin bil bismillati imkonat minha. Mana nima o sabu degan gap, sabu oyati degan gap muzofza xabar bo'ladi, uniki mubtadosi mahzub. Yana u sura 7 oyatdir. Suraning 7 oyat ekanligida hammasi nima bil ittifoq. Bütün ulamolarimiz mayli qaysi mufassir olimlar bo'lsin, zodi sura Fatihaniki 7 ekanligida mukim ittifoq. Chunki Qur'oni Karimda 7 oyat, sab'a minal masani degan nima oyat bor. Mushning asosan 7 oyat deydi. 7 oyat deyishning o'zida buni bismillah deymiz.
Bismillah töpüdü ba, bismillah töpüdü bo'lgandan keyin u e'tibor bilan mana buningda o'limaning ikki xil ko'z qaraydi. Qanday? Bu 7 oyatdir. Bismillah bilan qo'shilib, agar bo'lgan bo'lsa, shu bismillah shu Fatihadan bo'lgan bo'lsa deydi. Endi Bismillahirrahmanirrahimni o'qidik, so'rib bundan keyin ham tafsir qilmay. Endi Bismillahirrahmanirrahimning o'zi mana so'rib Fatihaning ichidagi bir oyatmi yoki olmaydi ayrim bir oyatmi yoki olmaydi bu her bir sörniki 5'ida baraatdan boshqa her bir sörniki 5'ida tushgan bo'lgan Bismillah shu sörniki oyatmi yoki oyat emas bo'lib faqat bu her bir sörniki boshlang'ichini bildirgan bir alomat bu deganning o'rtasida mushtaqchiq nima va o'limaning ixtilofi bor. Mana Sör Fatihaning o'zini agar nima Bismillahning o'zini agar Sör Fatihadan desak o'changizda nima bo'ladi? Sura Bismillahirrohmanirrohim birinchi oyat bo'ladi. Elhamdülillahi Rabbil alamin bu ikkinchi oyatchi bo'ladi. Buniki nima? Mushil tutganlar jiq. Nima mushil tutganlar jiq? Nimishqan? Bizdeki Hanefi mezhepte namaz okuğa vaktinde o nimenici cehri okup kalsak Bismillah'ın ülükçü okumayız. Nimişka? Çünkü Bismillah'ın üzerine biz nimede elhamdülillah bir nime ayet demeyimiz. Ayrım bir nime ayet deyimiz. İmam Şafii katarlık ağlamların üzerine Sör Fatiha'nınki 5'deki Bismillah, Sör Fatiha'nınki birinci ayet olup ikinci ayetin üzerine Elhamdülillahi Rabbil Alemin dep nim kuludu müştakçı karaydı. Çok qaraydi. Mana shu agar Bismillah Sör Fatihadan bo'lib qolsa, u chog'ingizda bu nim bo'ladi? 7 oyat deymiz. Mana 7 oyatdir shu. Bizning Qur'on asosi shu. Mustaqil bo'ldi. Endi Saudiya Arabistonida mustaqil yozilgan Qur'onning asosi shuni shu nim qiladi ashtaq ba. Sör Bismillah tatib, uni birinchi oyat deb, ikkinchi oyat elhamdülillah. Ve 7. ayettir ve 7. ayet sıratal lezine en'amte aleyhimdir. Mene o sörniki animikçer, men ahirikçer. Bu çağımızda 7.'si ne buludu ana sıratal lezine en'amte aleyhim. Sıratal lezine en'amte aleyhim buludu. من الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من آخر كده من 7. ayetçi müştü buludu deydemdi. Müştü buludu. 7. ayet uçağınızda sırat-ı lezine ve sıratın közüne müşü vaktinizi bu ağırlığın gepken. Endi ve müştü buludu. Eğer undak bulmuşsa uçağınızın üzerinde Bismillah'ın üzeri soru Fatiha'da bulmuşsa uçağınızda ne buludu? Uçağınızda sırat-ı lezine aleyhim din bir tohtayımız. Bu 7. ayet meşakil bana gayril mağdub aleyhim ve lafzaldin diye bununla ne koludu? 7. ayet bununla tügeydi. Endi ma'ni qalsasan sırat-ı lezine en'amte aleyhim deb onu qo'shibla onu to'xtamayla turish yo'q ana. Onu o'qimayla ashta o'qib ketimiz. Onunla birlikda andiki bu ne bo'ladi? 7. oyat shu bo'ladi. Nimishlar shu bo'ladi deydi. Va agar bo'lmasa oxirgi şey. Va agar bo'lmasa bu bismillah shu sura Fatiha'dan bo'lmasa, masalan Hanifi mazhabida qanday qiluvchidan bizniki Hanifi mazhabning o'zida men bismillahning o'zini sura Fatiha'dan shu emas deymiz. Fatiha'dan emas. Unda o'g'andiki bu bismillah nima uchun kelgan desa, bismillahning kelishim bir so'rniki tugab, endi bir so'rnik boshlanishni o'qilgan bir alomat topchi tushgan. Unda o'g'andiki sura Fatiha'dan bu bismillahning o'zi bir oyat o'g'andiki bu bismillah o'zi sura Fatiha'ning tushgan vaqtda biroqlichi tushgan deb nim qiladi o qaraydi. Nim qaraydi. Qaragandiki shu birinchi oyat, ikkinchi oyat, uningdiki g'ayri siratal lezina deb, anik bu yerdan 7. oyat bu yerdan boshlanadi deydi. Biz endi buni u sura Fatiha'da demagandikin, bu sura Fatiha demagandikin, o'shamizda bismillahning o'zi men bu ayrim Alloh taolo tarafdan Muhammad alayhisolatu vasallamga nima qilgan tushgan. Ayrim tushgan. Ayrim tushib
Şu bunu Peygamber Aleyhisselam ya Allah müştak ya ki Allah Teala uqtirish orqali bu so'rlik bir belgisi olsun. Deb anadaki bu so'rniki beshiga bu bismillah qo'ygan deymiz. Endi her bir nimeniki bu shundoq o'z oldiga buni o'zlik emas. Her bir olimlarning o'zi bu bismillah anındımı emasmi qanday bo'lgan degan gapning o'zida Peygamber Aleyhissalatu vassalamdan rivoyat qilgan hadis asosan va uning boshqa sahobalar rivoyat qilgan asarga asosan mushtaq deb atgan gap. Mushtaqchi degan gap o'z bekor o'ltirib bunday deb qilgani yo'q. Zachu yo'q. Uçağımızda Bismillah endi mana şu Sure Fatiha'dan bombaga vaqti üzere 7. ayet gayril mağdubi aleyhim veleddallin olan ahirgi çıkıp buludu. Deydi. Şu Kur'an-ı Kerim eşip Fatiha qarab. Şu turuş nerede? Gayril mağdubi aleyhim veleddallin ki beşidan bir dani turuş var mı yok mu? Muşnu qarab onu nim qilamiz belgeleymiz. Uningki beshidan mana u turish bo'lmasa, buniki mazbida bismillah degan birinchi oyat bo'lib, buni ichida qarayotgan deb shunga ba'zi ya'ni o'zida ba'zi kishilarning o'zi shunga alhamdulillah jahr o'qilgan namozning uchun nima qiladi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah robbil alamin deb o'likchi o'qiydi. Bizdagi alif va zabda Sure Fatiha'dan bir oyat bo'lmagandan keyin ayrim bir oyat Ayrı bir ayet olgan için bu itibarla Sure Fatiha'ni jahr o'qish kerak. Bu vacip. Unda olgan için Sure Fatiha'ni için nima qilmaymiz? Onu oshkor qilmish bismillahni uniki oldidagi nima? Uni oldidagi subhanakallahni uchun uni oldidagi buni uchun maxfiy o'qiymiz. Yani bizning shuni nima qiladi? Farqlandi. Va taqdir qilindi. Şu sörniki beşida kolu diyen gapni takdir kılındı. Ama bunun şu yok. Sör Fatiha'nın beşida nimva elhamdülillahi rabbil alamin dep çupa. Bu antikin bu gapning beşida bu gapni kim deydi o? Bu gapning üzerinde Allah Teala Cibril aleyhisselam deydi o. Cibril aleyhisselam Muhammed aleyhisselam deydi o. Digendikin nim digen gap oldu bu? Yani Dangla insan muşlar disun insanlığa ma gapni şu disun. Ma söyle nima elhamdülillah şu uqson. Digen ne boludu? Gapçı boludu. Mutaçu gap boldu. Ne üçün buniki beşida liyaqulu diyen gapning yerisi yaqulu degan emrning üzerine bu yer bunu nim qilamiz buni taqdir qilamiz desa ta shuki bo'lsin mana anda bir nimasiki iyyaka na'buduniki oldi dedi. Mene iyyake na'budu ve iyyake nestaîn'in beşik töpüsü qarsak, şu mazmunun üzerine münasip olsun, nemiga? Mene onunki aldıgan. Onun aldıgıçı münasipçi olsun. Mene iyyake na'budu'niki aldıgıçı münasip olsun. Mene bikavniha min maqulul ibad. Mene şu ayet, şu yılki iyyake na'budu'niki elhamdülillah üzerine bendilerniki, yani şu iyyake na'budu degan gapning o'ziniki bandalarniki deyilgan bir so'z ekan. Chunki iyyaka degan gap bo'ladi. Sana ibodat qilamiz, sendinla yordam talab qilamiz degandekin, men bu e'tiborlan nima degan gap? Sana ibodat qilamiz, sana biz yordam talab qilamiz salla degandekin, Allah Taala o gapning beshida men dangla debdi, dangla degandekin, biz alhamdulillah degandekin, andiki ma biz gapni nima qildik? Men iyyaka dedik. Diyen gap u yerda munosibchi chiqadi. Unda o'lgan oyatniki o'ttirsidagi munosabat mushuncha uqtirdi. Uqtirgan bo'lgandikan, chunki bu ne demisak bu chavzida alhamdulillah desak bu ne degan gap? Alhamdulillah bilamiz. Lekin uni oxirida turib iyyaka na'budu va iyyaka deganimi xitob. U xitobni kim qiladi? U xitobni o'zi mu'min musulmonlar Alloh qilgan gap. Allah'ı duaçı qilgan gap, xitob qilgan gap. Xitob qilib, sizlar mundaq deb davrda andaq mundaq deb, sen mundaq desa, uçan qamlashmaydi. Onun uchun şu an onunki oldida tafsir qavaqchida tushirib, qavaqchidan mushundaq yaqulu degan gapning o'zi nima u yerda muqaddarka. Deb nim qilamiz, uni da mushtachu bilamiz. Endi birinchi oyat Bismillahirrohmanirrohim. Men Bismillahirrohmanirrohimga ayrim to'xtatdi, lekin Bismillahirrohmanirrohimning o'zida nima qilmaydi, to'xtalmaydi. Chunki bir ayrim oyat bo'lgandan keyin yoki uni
tafsir qilmasimi hammadan bilgandikin bu e'tibordan balkim uning usti to'xtalmagan bo'lishi mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Rahman, Rahim bo'lgan Allohniki ismi bilan nim qilaman, boshlayman. deydi. Nimani? Qur'oni Karimni o'qishni, tafsir qilishni, tafsirchi o'qishni, o'rganish va o'qitishni. Mushtacha boshlayman degan. Endi bu Bismillahirrohmanirrohimning o'zida, buniki ma'nosining o'zida bir qancha kitobning boshqa vaqtida o'zi uchun to'xtaldim. Endi Bismillah degan vaqtida ba asli nima? Bismillah. Nima? Bu harf jar. U harf jar nima deydi? Nimadan nahviy ilmida al-ba'u deydi. Nima al-ba'u? Al-ba'u degandan ba'u deganki bu yer ilib ba. İlib bo'lgandan keyin uchondan al-ba'u degandan keyin uchon nima bo'ladi? Al-ba, ya'ni ba'ning ismi, ba'ning ismi. Unda bo'lgandan keyin biz deb uchonni bi bilan simni o'shikisiga nima qilib ulvatdik. Ulvatgandan keyin ikkisining o'rtada ismun Derse ayırıp gelgen vakti ismun deb atılgan isimci adet çok var. İsmun esmaun deb. Onda oğadıkken bu ikisi goya bir kelime deb. Asıl iki kelime. Birisi harf, birisi isim. Onda oğadıkken bu yerdeki aşo isimdeki üzerindeki aşo hemzi çıkıp gelişi ne deyimiz buna hemzi vesle. Hemzi vesleniki üzeri Arap dilde 10 tane isim var. Dep nim kıldık onu da okuduk. Onu da okup onunki birisi böyle ismun nemo iston deganidek bir qancha nimalar bor, ismlar ko'p bor. Shu ismning o'zi ayrim kelgan vaqtida u tushib ketmaydi, o'qish davrini o'qigan vaqtida, ammo yuqorida bir narsa qo'shilib kelgan vaqtida andikin o'qilishda bu tushib ketadi. Lekin u o'qilishib ketgan bilan u yezilishi tushmaydi. Lekin Qur'oni Karimda bu tushib ketdi. Qur'oni Karimda bismillah deb nim qilib buni tushib ketdi. Nima tushib ketdi desa, bu Bismillahirrohmanirrohimning o'zining mana o'qiydigan odamlar nihoyat jih bo'lgan ekan, jih bo'lish e'tiborlan bu bismillahki isminiki beshidagi ani nimadan harflar tushiriblar, go'yo ikkisi bir harfdek bir kalimadek mushtan nima qilindi uni bakitildi deb mushtan nima qilamiz deymiz. Endi bu yerda bismillahi desak uchonida ba degan gapning o'zi ya'ni o'qigan vaqtida harf jar. Bu harf jar bo'lib, mana bu harf jar bo'lib, bu bismillahki mana harf jar bo'lgan bilan harf jar degan gap o'zining kelgan ismning o'zini zibar qiladi. Zibar qilgandan boshqa yeniki uniki harfningki ma'nosi bo'ladi. Mana shu biz nimada o'qidik, ana nahviyning o'zida kelime degan 3 ism bo'ladi, fil bo'ladi, harf bo'ladi. Mana ism degan nima, fil degan nima, harf nima, u nima? Harfningki ma'nosi bor. O ma'nosini o'zi mustaqil nima qilolmay, uqtiramay, yin bir narsaga oxir bir narsa qo'shilib kelgan bo'lsa, shuningki sababidan andiki ma'nosini bildirdi deb nim qildi, uqtirdi dedik. Nim qildik buni, uqtirdi dedik. Unda bo'lgandan bu ya'niki o'zida ayni baniki o'zi bir qancha nima keladi, bu o'zi mustaqil men uqtiramagan ekan ismi degan gap bilan tutishib kelib andikin boshlayman degan men mushu yoki nima bu chanizda baniki ma'nosi boshlash emas-ku, iftida ya bu nima emas. U baning ma'nosi u yerda 7-8 xil ma'noda keladi. Masalan, nima deymiz uni? İlsaq deymiz, ta'diyat deymiz, undan boshqa musobat deymiz, isti'onat deymiz, deganidek ashtaqini badal deymiz. Men mushundaq bir qancha ma'noda keladi. Kelgandan u vaqtda bismillahning o'zida qaysi ma'no deymiz? Bu yerda bu bismillahning o'ziniki, bu yerdagi kelgan ma'nosining o'zi shu ma'nolarning ichidan isti'onat uchun kelgan deymiz. Isti'onat uchun nima qildim? Kelgan deymiz. Ya'ni nima degan gap? Men Allohniki Rahman Rahim Taala Rahim bo'lgan Allohniki ismi bilan, mana shu ismniki yordami bilan mushuniki o'zidan, ya'ni Alloh taoloniki Rahman Rahim bo'lgan ismni yordam qilgan, daryo taraf qilgan holatda men hozir nima qilaman? Nima yordam qilamiz? Mushu ilmni, mushu darsimizni, ya'ni mushu kitobni to'liq bir shaklda o'qib, mana hech qanday bir kun qilib qolmay, mana uni zerikib qolmay, oxiriga chiqqan qadar Alloh taolo bu ishga yordam qilishini mena nima qilaman? Men talab qilaman. Shuni qilishga boshlayman. Agar bir odamning o'zi chunki bir ishniki boshlab, uniki oqibatga chiqishiga qancha sabab ham shart bo'lsin, lekin Alloh taolo u ishniki muvaffaq qilgan. Ya'ni shu odamning shu ishni rasmiy qilishi uning akamizga tavfiq bersa,
u odamni o'zi nima qilolmaydi, ishni har kun boshqa oxirigacha chiqaramaydi. Mana bu e'tibordan shu bu yerdagi barning o'zi nima deymiz, uni istoat. Ya'ni endi gap, ya'ni Rahman, Rahim bo'lgan Allohniki, mana ismini yordam talab qilgan holatda o'qiyman. Boshlayman yoki olmaydi. O'qiyman degan gap shu bo'ladi. Boshlagan holatda degan shu gap bo'ladi. Endi bizniki hamma ma'nimiz nimasiki, mana biz butun ish qilayotgan ishimizni oshchu shu. Bismillah deb boshlaydigan degan gap. Mana yemak yeydi, mayli uxlaydi yoki bir yakilda bir ishni yanada boshlab bismillah deydi. Shu vaqtida shu ishni boshlashning o'zidan Rahman, Rahim Taolo bo'lgan osh zotniki ismini yordam talab qilib, ma ishdagi obdan muvaffaq, yana obdan yaxshi bo'lishni men talab qilgan holat boshlayman degan gap. Bu yerda nima? Barniki o'zi bu yerniki o'zidan nima istoat uchun cho'k kelgan. Bu yer ilsoqchi emas. Mana maratu bizaydin degandiki, u yerdagi barning o'zi nima edi o ilsoqdi. Masalan, birinchi qatim kelganda. İlsaq degani nima? Onasi uytib qoldi degan gap. O'chad barniki o'zini bu yerda ilsaq degan qanday ma'no chiqadi? Men Rahman, Rahim bo'lgan Allohniki isminiki yenidilla boshlab qolaman degan gap bo'ladi. Yenidi shu shek tutib boshlab qolaman degan gap. Bu hech qanday tavhid e'tiqod nima durustchi emas. Onun uchun barning o'zi shu yerda istoat keladi, ilsoq keladi, ta'diyat keladi, deganida qashqa ma'no bor. Shu ma'noni o'z vaqtini shu bekor o'qimaymiz undayning o'zida. Shu ma'noni eptirib, andiki tushunib turib, andiki shu ma'no qaysi sig'idi? Men shu qilish orqali buningki o'zini andik bilamiz. Shunga mufassir olimlar, diroyat shaklida qilgan olimlar o'zi bushta qilgan ekan. Bular meni boshqa bir yer tep qolmaydi. Ular shu kichik chog'da tortib, bosh nahviy sarfiga qaytib pishiq bilib, ular hech qanday unutib qolmay, men mush gapni o'zi men nahviyni qaysi bo'l. Ya'ni sarfning shu qaysi bo'ladi. Unda mush gapni o'zi biz o'qigan vaqtida bor-da, meni mush gapni o'zi Qur'on o'qigan vaqtida bu bor. Bu amaliy nima? Maydon. Shu o'qiganni nazariyalar misollar bo'lsa-mi, bu nima? Amaliy maydon. Buni mushtaqcha deymiz. Endi ismun degan gapning o'zi bu nima? Ismun uniki jam'isi asmon. İsmun degan gap nima gap? Bir narsa ismi degan gap. Ya'ni shu atalgan narsaniki o'zi shu degan gap bo'ladi. Shu narsa shu. Nima u? Shu narsa. Va ma'lum ismi nima ekan desindaymi? Ma'lum ismi falan odamning ismi nima ekan falan deymiz. Ya'ni shu ism, shu atalgan shu odamniki nimasi musammasi. Ya'ni ma'nisi degan nima u? Gap. Unda lekin Allohning ismi bilan boshlayman degani, Allohning ismi boshqa, Alloh o'zi boshqa demoqchi emas. Nima degan gap? Allohniki ismiga Alloh deb atalgan bir ism bor. Az zotni men nima qilib, o'chanizda bu zotniki o'zini bu yerda shu deb yurish orqali yordam qilish orqali men bu ishimni boshlayman degan nima bo'ladi? Gapchi bo'ladi. Endi Alloh degan-chi, bu Alloh degan gapning o'zi mana nechqata o'qishmoq, lekin Alloh degan gapning o'zi bismillah. Men Allohi degan jar majrur bo'ldi. Men bismi degan muzof, men Alloh degan ham muzoflar barning o'zi ismini zirchoq qildi. Qaldiki bu yerda Allohi Ar-Rahman Ar-Rahim degan gapning o'zi, men Ar-Rahman Ar-Rahim degan gap, men Allohniki sifat bo'lgan ekan, u nima? Alloh mavsuf bo'lgan ekan, mavsufniki irobi qanday bo'lgan bo'lsa, uniki sifating irobi shunday bo'ladi. Unda irob jihatimiz shu zirchoq buluqliq. Unda ekan Alloh degan kim? Allah degan gapning o'zi butkul koinotni yaratgan, yo'q yerdan barqib vujudga chiqqan iloh deb atalgan, men shu kishining o'ziga butkul insoniyatniki jonliqlarning hammasi rasmiy uning qulchilik qilib ibodat qilsa, haqiqiy ibodat qilsa loyiq bo'lgan bir zotning nimasi o ismi. Bu ismning o'zi ayni zamon o'zida ham bu nima sifat ham nima alam bo'lgan ism. Bu yerda sifat deyishimiz o'zi, chunki Alloh degan gapning o'zida o'lmadimi deyishcha, bu asl nimati al-iloh degan gapning nimati mushtaq deydi. Al-iloh bo'lib o'chamizda u yerda hamza tushirib, hamza tushirayotgandan oyat ini lamning o'ziga lamdan idg'om qilib, shuning bilan Allahu o'zi desa. Alloh degan gap yo'q. U ilib yo'q u yerda. Lekin Allohning o'zi butkul koinotning o'zida eng ulug' katta zot bo'lgandan ovozi chiqqan vaqtda o'zida biz og'zimiz chiqqan vaqtda yo'g'on chiqsin. Katta chiqsin, men ustun chiqsin deb shu Alloh deb boshqacha nima qilamiz, uni deymiz deydi.
deydi. Degandiki bu e'tibor bilan Alloh degan gapniki o'ziniki ismi nima u? Bu Alloh degan gap mana sifat. Nima u sifat deb nim qiladi, atiladi. Mana Allohniki o'ziniki zoti. Şunamı zatın oludu, bu alamsiz isim oludu. Onun başka o zatınki sifatları var ve kılıkları var. Ondan oldu ki bununki yeni bir mensinin üzeri nime isim. İsim camit. Yani bu nimemez. Yine bazı ölümler anı iştah deydi o. Bazı ölümler yani ilahın muştak. Muştak olgan diken bu ilah oldu hep muştak olgan oldu. Muştak olgan diken bu itibarla ne oldu o? Yani bu sifat oldu diyen ki. Yine bazı ölümler ya bu muştak demez. Fakat Allah Teala tarafından insonlarga bildirib uqtirgan o'ziniki rasmiy qanday bir zot ekanligini atalsa eng loyiq bo'lgan shu zotniki o'zi qo'ygan o'ziga nima bir ism. Bu ism bo'lib ism jamid yani. Hech qanday bu narsa bilan yo'q. Chunki bu ismning ichida butun Alloh taolaning qilig'i va sifatlari shu ismning ichiga nima qilgan mujassamlagan. Yani Allah demek Kur'an-ı Kerim'deki mina Peygamber sallallahu 99 deymizmi? Ya onundan çık ya onundan az. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala yüzü sıfatlagan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sıfatlagan. 187 sırada. Men muşi isim sıfatlarınki hemmisi şu zatın Allah diyen gapning ismini nima qilar? Şunun içiga yo'g'riqlik. Onun içiga yuşurluqlik. Yuşurgandikin şu o'tibardan nima muhim bo'lgan bir isim. Yani bir adam bunu oylab Allah deb aşın resmi qilgan bo'lsa, uçal şu nima ismi azam deb nim qildi, buni Allohning o'zine atıldı. Endi undan boshqasi şu, mana sifatning o'zi şu Allah degan gapni adam bilmagandikin, tushunmagandikin, şu e'tiborli andikin asma-i husna deb, andikin buni ayrim tushuntirib boshqa çok qatgan gap. Bunda çok qatgan gap. Ammo bu sahabenin davrida Peygamberlerin devrinin üzerinde, seleflerin devrinin üzerinde bu gapning üzerinde muştaq çıksa Allah degan bo'lsa shunda bütün sıfatlar muttasif deb bildi. Tushuniti. Keyingi devrimiz qanday olib ketdi? İnsanların o'zi boshqa tarafda madaniyatlik va saviyalik bo'lib ketsin, lekin ma tarafning o'zida nima bo'lib ketdi o'chog'imizda saviyasi tushib ketdi. Tushib ketgandiki, shu bu yerda nima chiqqan ekan? Asma-i husna. Meni Qur'oni Karim bir qancha yerda o'zim deydi Alloh taolo. Meni payg'ambarlar ham zaif bo'lsin bir qancha rivoyatda 99 sifat bor deb buni har xil shaklda rivoyat qiladi. Buni ashidaq bunu o'qib bo'ladigan Allohning o'zini shu ayrı bir ilm bo'lib, men asma-ul husnaning ilmi, uniki fiqhisi deganida har xil kitoblarcha yozilib ketdi. Endi Ar-Rahman degan gap endi Ar-Rahman, Ar-Rahim degan gap bu rahmatdan mushtaq. Bu Ar-Rahman degan gapning o'zi bu siyg'a mubolag'a. Siyg'a mubolag'a bo'lib, ta'lan vazik balan chu kelgan nima bu nima sifat. Bu sifatning o'zi mana Alloh taolaning sifatlari, bu sifati nima zoti. Bu Rahman degan, Rahim degan gapning o'zi, rahmat degan gapning o'zi ikki xil bildirdi. Birisi Alloh taolaning zoti sifat. Zati sıfatı degan gap Alloh taolo ba vaqtda tortib uningki vujudidan hech vaqtida zoti ayrılmaydi. Yeni bir sifat var, rahmatninki yeni bir xil var. Bu rahmatning o'zi, bu sifatning o'zi Alloh taolo xohlagan vaqtida xohlagan ish kishiga nima qiladi? Rahim qiladi deydi. Xohlagan kishiga, iroda qilgan kishiga rahim qilgandan keyin bu nima? Sifati fi'li. Nima o? Sifati fi'li. Sifati zotichi emas. Unda bo'ladi rahmat rahim. Bu yerda ikki sifatni keltirdi. Bu yer ikki sifatni keltirishi chunki Rahman degan gapning o'zi bu nima u qanchaki arab tilidan siyg'a mubolag'aniki harfi jiq bo'lgan bo'lsa, mana yeni bir sifatniki unidan harf nima ekan? Oz ekan. Oz bo'lgan bo'lsa, jiq bo'lganniki ma'nosi bir qadar jiqroq bo'ldi deydi. Mana oz bo'lganning ma'nosi shu, unida tavaroq bo'ldi deb nim qildi, qarildi. Bu arabniki shunga bir ismga bir qancha sifatni keltirib ashullarni bildirgan. Oşta değişik sebepçi şu. Unda olanken Allah Teala'nınki Rahman, Rahim diye Rahim koğuşu sıfatı olanken Rahman'ı disip olanken bir Rahim. Çünkü bu Rahman bilen Rahim'ninki her ikisi mani taraftan okşaş olsun. Lekin onunki kartlatkan tarafını ve birbirisi okşamaydı. Emeliyattı bu Allah Teala'nın rahmet kılışlık üzücü iki tarafçı onu koyduğun gel, iki taraf birbirisi okşamaydı gel. Ben Rahman'ninki bir menisin özü Allah Teala şunda bir Rahman zat ki onunki rahmet kılışı fevkalade nait mübalağ değil. Hiç qanday bir kişinin şu ağrımaydı. Bu kavim dünyada mel mümin olsun, mel kafir olsun, mel o
Allah'a karşı çıkan adam olsun, ya ateist olsun, dinsiz olsun, mana hech qanday bir dinga e'tiqod qilmaydigan bo'lsin, mana mushlar e'tiqod qilishga mushundaq nima qilgan, urib, tillab, solab, o'ltib qilgan odamlar bo'lsin, hech qanday odamni arimasdan o'zidagi banda bo'lish e'tibordan bularga mana qandaqki qolgan insonlarga qandaq bilan manfaat va ihson in'om qilgan deb Alloh taolo bu ayirmaymish taqdir qilyapti. Bu itibardan Allah'ın nimesi olan oldu? Rahman, sıfatçı olan oldu. Bu bir ma'no. Yine birisi Er-Rahim. Rahim degan gap nima degan gap? Fakat Allah Taala ma'lum insonlarga yordam, nima rahm qiluvchi. U qavm, ya'ni o'lgandagi xos mu'minlarning o'ziga o'zidagi rahmatidan iborat bo'lgan Rahim sifatini o'zi u yerda namoyon qildirdi. U yer qildirib, u yer faqat mu'minlarga nima qilib, g'ayri ihson va in'om qilish orqali bularga nima qilgan gap ana eng yuqori yerda beradigan gap eng yuqori mana huzurlanadigan manfaat oladigan yeydigan ichadigan barliq narsalarniki eng ubdudi faqat shularga berdi. Ammo uniki g'ayri bo'lgan kafir munofiqlarcha uni uchun nima qilmaydi, Alloh bermaydi. Mana bu e'tibordan shu bu ikki sifatning o'zi ikkiga qartiladi. Munofiq shu qaraydi. Endi yine bir ma'noning o'zida Rahman, Rahimning. Rahman bo'lgan Alloh degani, ya'ni bu Rahmanning o'zi bu jiqman bo'lgan ekan, Alloh taolo jiqbak rahmat qiluvchidir degan gap bo'ladi. Bu hissi, moddiy nima u bir rahmat. Bu rahmatning o'zi bilan sanoqsizcha unicha belgilanmaydi. Uni sonini hech kim bilmaydi. Mana bütün maddeniki hammasi, hatta o'ziniki mavjud bo'lishi, mana o'ziniki badanining mushtaq bo'lishi, osmon bilan bütün mashinaslarning hammani qilsak, o'chali ko'zimiz ko'rdan. Cho'ng bir nima u? Nima? Moddiy nima? Buni qiluvchi. Endi birisi rahim, ma'naviy nima? Ne'mat. U ma'naviy ne'mat qavm, u odamni hidoyat qilishi, ilm berishi, aqlli qilishi, hushyor bo'lishi deganida qashta nimalar bor? Ne'matlar bor. Mana bu nozik, ya'ni latif ne'mat deydi. Mana mushlik bergan, mushlik qancha kishi degancha gapchi bo'ladi. Deb nima qiladi bu yerda atildi. Endi Alloh taoloniki Rahman, Rahim dedik. Rahmat qiluvchi dedik. Rahmat qiluvchi degan gap dili yumshoq degan gap bo'ladi. Dili yumshoq degan gapning o'zi asli nimaniki ismi bor? Dili yumshoq degan gapning o'zi men bir odamniki moddiy narsalarniki o'zining qalbining eriydigan, yumshoq bo'lgan, mana shunday qilgan alomatchi bu. Lekin Alloh taoloniki o'zi moddiy emas. Biz bu yerda Rahman, Rahim qildi degan gap, Rahman, Rahim bo'lib bir odamniki o'zi nim bo'lsa, bir odamning o'zi shunday ishoraydigan rahim dil bo'lgan bo'lsa, u odam uni ihson va in'om qiladi. Uni rahmat qiladi, unga meni yaxshi qiladi. Buningda biz Alloh taoloniki rahm qiladi. Rahman bo'lgan zot degan in'om qilib turgan, ihson qilib turgan, yaxshini yetkazib turgan, mushdaq nima zot degan uniki lozim bo'lgan narsani iroda qilamiz. Buning uchun iroda qilamiz. Lekin undaq deb, lekin ashtaq deb qolsak, o'changizda Allohni jism deb qolamiz. Uning uchun biz mushu ma'niga nima qilamiz? Uning uchun e'tiqodchi shu ma'niga tushamiz. Endi Alloh taoloning sifatlari haqida men mushu aqoid nasabiy degan kitob o'qidim, u yerda chiqdi. Buni shuniki ustida o'limalarimiz o'tib ikki xil ko'z qarashi bor. Birisi mana salaflarniki ko'z qarashi bo'lib, u chog'da Qur'oni Karim qandoq kelgan bo'lsa, biz shu patim uni ishilib, uniki kayfiyatining o'zini hech qanday vaqtda surishtirib qolmay, buniki ilmining o'zini Allohga nima qilib topshiramiz. Bizniki buni bu dunyoda bilishga nimamiz yo'q, bu yerda imkoniyatimiz yo'q, ham kuturib yetmaydi. Unda bu Alloh biladi. Deb topshiriblar, mushtaq 3. Bu eng aslam nima? Salomat qolgan bir yo'l. Bu nima? Sog'lom qolgan, sog'lom bir yo'l. Hamda yin bir iymon nima bor? U xalaq deydigan, bu yaqi hozir shular bo'ladigan nima undaq muashsharida. Bularniki o'ziniki nima tutgan yo'lning o'zi, osh ma'ning o'zi oshda ta'vil qilgan gap. Ta'vil qilib, buniki lozimi yo musabbabi yoki malzum yoki nima bunda iroda qilgan gap. Agar undaq bo'lib qolsak, shu vaqt o'zida qanday qoldi Allohning jism degan gap qoldi. Buni qechib ani degan ekan, agar qarshi tarafdagi odamlar munozir qilib sen Allohning andoq olmadsan, mandaq olmadi deydi. Buni qarta agar oshda deb qolsa, mandaq tushunib desam, nima durust degan gap bo'ldi. Unda o'g'anlikin shu zamondagi davrdagi o'tgan shu olim ahli ulamolar o'ziniki mush islom, mana ahli sunnat va jamoat e'tiqod mushtaqchi qo'dabchi kelgan. Bu mu'tazilda.
Gönderimiz. Hem de ikinci ayet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillah. Bütün hamdininki hemmesi Allah'a hastır. Şimdi bütün hamdizlik. Bu yer bütün degen nerede çıkıyor? Böyle biz nemede okuduk ana ilim maniydi okuduk. İlim maniyini üzüp okup eliflam degan gapni üzerine istig'roq üçüncü keludi dedik. Keludi bunu bildirgen istig'roq degan gap. Yani o eliflam kirgan aş kelimenin içindeki apraqlarning birini qo'ymay g'arq hammani o'z ichiga kirib g'arq qilib yiqib ketdi degan gap. Uniki içindeki hammani qo'ymay o'zi shu amaliyat shu olgan degan shu amaliyat bo'lgan bütün narsalarning o'zini shu nima deydi istig'roq deydi. Unda o'lar ekan bu yer nima degan gap? Kullul hamdi. Hamdiniki hammasi degan gap. Nima o hamdining hammasi degan gap? Kimgadir? Allohdir. Nimaga? Allohdir. Unda o'lar ekan bütün hamda, bütün maqtash, bütün shukrniki hammasi Allohga nimadir? O xosdir. Allah xosdir. Nimishqa Allah xos? Men nashqata deyildi. Chunki har qanday narsalarniki vujud kelishi, shu narsalarniki har xil har turga bo'linishi, shunda u narsalarniki mana o'z o'xshash jins yoki turda bo'lgan bo'lsa-mu, bir-birisiga o'xshamaydigan, ashta birisi sat, birisi chiroyli, yana birisi olim, yana birisi dot, mana mushundaq birisi boy, yana birisi kambag'al, yana birisi xor, yana birisi odiy, o'sha turmushda qilishniki hammasi mana Allohniki nimasidan bo'ladi, berish bilan bo'ladi. Allah'ın nimesinden berdi o. Allah şunu şundak yaratkan, şundak şu bergen. Hem şundak kesip kıldı o adam, onun şu bazı işlerini şundak şu bergen. Bergen boğan dikin, esi emme insanın yüzü şundak güzel çıraylık boğusu var. O adamın hemmisi bay boğusu var, akıllık boğusu var, uşar boğusu var. Taz aliço, har oluduğun, undak bir sürgün boluduğun, veyran boluduğun, undak kılıçısı yok. Hemmeden hazır dünya nima qoladi? Meni ayollar deymiz, kechmi kunduz xiyoli qachonki men qiyrimsal chiroyli qo'ysa deb bütün ishning hammasi shunday atdigani qopsin shunday bilan surkab shunday qilib ketdi. Qandik shunday qiladi. Men hammadan hazır bütün dunyo ketdim deb. Biz u kishi o'qimay tuqqan boshlar ham bormdi. Endi yeni bazında boshqa shu hammadan boy o'qisa. Maşallah. Hammadan boyib ketsa. Her kuz kambag'al olmasa. Men mushni qarab orzu arba bo'lsa harakat qiladi. Shunda qilib turgan u odamning o'zi shundaqchi bo'lmaydi. Bo'lmagandiki bu nima bo'ldi? Jazman shu ishning o'zi mavjud bo'lganidan uni beradigan bir kuch bor ekan. Uni kuchning o'zi biz bilmaydi ekanmiz. Unda bo'lgandan jazman u ishning o'zi shu kuch qo'yatibdi, ya'ni Alloh qo'yatibdi deydigan shu bilgan ekan. Bo'lmasa nima bo'ladi? Uçan hammadan arzusuga asasan, ishlashga asasan, ashtaq bo'lgan bo'lsa, sayr qilishga asasan, hammasini bo'lib ketdi, boyib ketdi. Hammasi shu go'zal, chiroyli qilib, hammadan qarab, men oyda bo'lib ketdi. Bu shundoq qanday qilgandi? Ma'lum yosh kelgan vaqtida, ma'lum bir bosqichi o'tgan vaqtida u qancha qilishdi qat'iy nazar, bir yil unda bo'lgan bilan chiroyli bir yil yerga chiqib andiki qayerdan o'sish turib qolgan ekan. O'sha men ashidaq 20 yaş, 18, 19 yaş etrafı kelgan aş alet olsa pulun hemen bir vasfı makul deydigan, aşta kaç milyon dolar pul aşta kesin makul deydigan insan var. Bütün servetin bersimi. Lekin u bulamda bulmaydı. Yüzü bir kalemda koygan bilen o başka yeri şu okşar. Allah şunda berketken şu büyücü bulun ki. Men muşluğu men dedik onun da başka men düşmanların kolunda olan her xil qoral dedik, işte havada teknoloji tarafından hemen dağlayımız. Vay adam şu naskerahning o'zini şu insonlar Allah yaratgan moddaning o'zidan shundoq bo'lgan bir xususiyat ega bo'lgandiki, buni nima qilib tep chiqib uni ishlab shuncha qildi, u yerda boqgan o'zi, o degan o'zi u emas, uni nima qildi, faqat kuch chiqadi. Kuch chiqarib shundoq qildi. Buni beray dedi, men sayisga asosan buni qochib Allah berdi. Undan mahiyati kim bo'ldi ekan? Allah bo'ldi ekan. Ya'ni demak Allah mushtaq katta zot ekan degan gap bo'ldi. Endi lillahi bu yerda lillahi jar majrur mutaliq mahsub. Mutaliq qavun mustahiqun. Yani bütkül hamdiniki hammasi nimadir? Allohga loyiqdir. Nima Allohga loyiq? Robbil alamin. Çünkü o Allah Rabbil alamindir. Alamin. Yani bütkül alemlerniki hammasini yo'q yerdan bar qilib,
her bir davr, her bir bosqichda uning nima loyiq, her bir turga nima loyiq, hamma narsalarni o'ziga loyiq nima qilib uni birchu biriklik. Unda o'lgan mushni qarab, maqtash o'zi shu moddaga, shu narsaga u Alloh bermagan bo'lsa, ular haqancha yo'q qozonish binasi, yo'q binasi chiqishlar, yo'q chiqmaydi. Yani demek o Allah bu insan yaratıştan burun böyle kainat mevcudat yarışanın üzerine insanların bütün menfaatini kamdaşı yaratkan. O da var ki bunun içi yuşulgan diye ki bunu o adam tep çıktı. Tep çıkan diye ki muşlu karıp Allah muştak kıptı deyip ben muşlu kargavatı kimge layıkken? Allah layıkken. Şu bu yerde mustahikun diyen yapını kılımız, takdir kılımız ya ki hassun diyen iki kılımız var. Neyse şu bak. Yani bütün hamdinin hamsi Allah layıktır ve şunundak Allah'a bütün hamdinin hamsi Allah hastır. Nima? Görünüşte anda deb danlapsın mahiyeti kim xas? Allah xas yani. Çünkü asli hem işler Allah çok kan, yaratkan. Ma Adam deyden mahalli cümletül haberiyetun qusida bihi sana Allahi Teala bi mezmuniha ala ennehu Teala malikun li cemil hamdi min al-halqi. Mustahikun li ay yahmeduhu deptandi. Elhamdülillah degan cümle haberidir. Biz hem de cümle iki xil oldu deb o'qidik. O'sha matn tahqiqning 5 yil o'qidikmi? Ashad o'qib cümle iki xil oldu. Birisi insha, birisi nima? Xabar. İnşa degan nima? Paydo qilish degan gap. Ya'ni paydo qilish degan gap u odamning og'zi chiqqan u gapning o'zida amaliyotda bu yerdan udan nima qilmaydi u odam, uni hikoya qilib og'zi qilib demaydi. Masalan, qavun, masalan, amr, nahi, tamanni, tarajji deganidek mushtaq narsa biz nima dedik? Insha dedik. U nima deydi masalan? O'qu deydi. O'qu degan gapning o'zidan ma odam nima qildi uni? O gapning o'zi yengida paydo qildi. Onun da buyruk vardı. Bu yerde ma oku degan gapni madem o'qiydi degan gap hikoya qilish emas. O'quvchi sening bo'lidan deyin. Bu o'quvchi degan gap amaliyot o'qiyotibga bunda hikoya debdi degan gap bo'ldi. Yana birisi nima? Xabar degan gap men o gapning o'zi rost yolg'onlik ehtimol bo'lib, u odam anida bunda xabar qilgandan bu odamning gapi inson bu şey bor, shu ehtimoli bor. Uni deydi, uni xabar deydi. Unda o'lgan elhamdülillahi degan gapning o'zi jumla xabari bo'lib, bu jumla xabarida Allah Taalaga mana o'ziniki mazmuni bilan salo etish nima qilindi, maqsad shu qilindi. Maqsad qilgan nima u? Jumla. Nima u maqsad qilgan bir jumla. Ya'ni nima degan gap? Bu gapning o'zi xabari yo'qmi, lekin buniki ma'nosi nima? Insho. Ne bo'ladi? Insho bo'ladi. Inshochi bo'ladi degan gap. Bu cümle haberi onunla Allah Teala sana etişini maksat kıldı. Yani Allah danlaşını maksat kıldı. Allah danlaşını maksat kıldı diyen gap, ne diyen gap? Bu adam üzdeki Allah'ın aşk kudretini oylap anladı ki bu adam üstçidir, bu yanında çıkarttı. Bu yani hikaye kapamaz. Onda o vakinin buludu bu gapning üzü bu yerde nime inşa oldu. Mene şununki beşida şunu ne dedik ona? Ma alamdının beşida qo'du degan gapni nima qildi? Yerda taqdir qilamiz dedik. Qo'du degan nima? Amr. Amr o'g'anniki bu nima bo'ladi? Insho bo'ladi. Ya'ni nima deb? Bu yerda Alloh mushtaq danlar degandikin insonlar Allah dabti deb uni hikoyatmay o'zlik nahimi nima dedik? Ana inshoni qator dedik. Nahimniki buyruq nima? Inshoni qator dedik. Unda degan Alloh mushtaq buyruq deganki inson o'zniki tushunchasi, o'zniki iqtidori va o'zlik bashar o'rgangan nimasiga asosan o'zi nima qildi uni yengide bir demine Medine hem dedi payda kıldıgan çok gap. Nima o payda kıldıgan gap? Unda o ki ma gapning o'zi mu'minlar bendinin o'zi og'iz degandeken lafzining o'zida xabar bo'lsa-mu, uniki ma'nosi nima? Allohning danlashga olgan bir insho deydi. Nima insho? Mana shu jumlaniki shu xabari bilan bo'lgan jumlaniki mazmuni bilan men Alloh taologa hamd etishni maqsad qilgan bir jumla xabaridir. Nima deydi xabaridir? Shuni nimishqa bu Allohga sano etishqa, mana mushtaq qilishqa bu odamning o'zi mushnu qarta bu insho qildi deymiz desa, shuniga binoanki jazman Alloh taolo ego'chidir, hamdiniki hammasiga xalqdan. Unda ekan bu yer alhamdulillah ma'nosi nima ekan? Istig'roq. Ba'zi olimlar o'zi bu yerda ilmlarning jinsi deydi. Jinsi degan gapning o'zi bu ma'naviy narsa bo'lib, uniki xorijida uningchi yo'q.
Yo'q. Bu nima desam, jins degan gap shu. Jins gapning yuzini hozir o'qidik qani. Jins degan gapning o'zi uniki tahdid bir qancha narsa bo'lib, uniki bir qancha narsa deyiladi, bir qancha turib o'xshamaydi dedik. Bu nima? Mingidagi ulum aqliy amakadagi gap. Ammo istig'roqchi bu amaliyot deb o'tgan gap. Shu bu yerdagi lamning o'zini jins uchun demay, bu istig'roq deganimiz eng yaxshi deydi. Ya'ni amaliyotdagi makkonimiz qalbimizga xiyol emas. Amaliyotga bu o'tgan mushu maqtashning hammasi Alloh xos degan shu gap bo'ladi. Mana bu jumla xabari o'zi shu. Shu o'g'andikin mudoq o'ylab nima bo'ladi inson o'zi, mushtaq Alloh katta zotgan deb o'zligidan ondikin alhamdulillah deb ketgan. Mana buni Alloh taolo bandalarga o'rgatib, sen Alloh taolani mushtaqda o'ylasang, tafakkur qilsang, buni bilsan. Unda o'g'andikin bu zotni madhiyalashda eng loyiq kalima qavun so'z alhamdu. Shu alhamdu nima u? Shu rasu shukr lav nima deydi? Tavhidning beshi deydi. Bu qanday tavhid va? Chunki buni o'ylashishda chiqadi. Chunki buni oyasi degandek bu odam o'ylab bu koinotning hamma shundoq o'ylagandan keyin jazman buniki o'zi bir pay nima qilib yaratib degan gap chiqadi. Chiqqandan keyin bu e'tibordan nima bo'ldi bu? Tavhid bo'lgan gap. Tavhid bo'lgandan keyin jazman bir kishi ekan, u kishining o'zi mushtaq degandan keyin o'z ixtiyoriy holatda ondan keyin bu tavhidni tortib o'tib ondan keyin bekor bo'lmay turib bekor uqmagan narsa danglandi bu odam, danglamaydi. Shu tavhid kalimadan bitta bu cho'lim qilgan otlangan gap. Shu buni endi iymonning o'z oldi deb mudohim qilamiz, o'z deymiz endi. Yoki shuni jazman Alloh taolo men ego'chidir, hamdiniki hammasiga xalqdan, hammasiga ego'chidir yoki mustahqdir. Shuniki dang'ay u bandalar u Allah'ni danglashgan, men hammani yoki bir meni xalqlarniki hammasi hamdining hammasi Allohga egidir degan jumla xabari yo'lib bu jumla insho. Shuni maqsad qildi. Yoki olmaydi u nemining o'zi, yoki olmaydi u jumla xabarining o'zi, men shu qilish orqali men hamma narsa Alloh taologa, ya'ni hamd etishga loyiq kishi ekan shu degan gap bo'ladi. Shu bu gap bu. Men mushtoq o'ylab danglash mush kishi danglasa o'g'da degan gap shu bo'ladi deydi. Endi vallahu endi yuqori dedik, vallahu alamdir ma'bud. Men vallahu degan gap alamdir alal ma'bud bi haqq. Ya'ni haq ibodat qilgan bir kishiki u nima edi? Haq edi. Haq bilan muttasif bo'lgan. Ya'ni u nima amaliyat ras, amaliyat vujudchi ba, u xiyolichi emas. Ibodat qilib qolganda u yo'q bir havodagi bir narsa emas, ma'lum. Bu zotning o'zi amaliyatda rasmiy haq deb bo'lgan. Shuniga loyiq bo'lgan shundoq zotning o'ziga nima bu? Ma'bud bo'lgan. Chunki Alloh taolo yaratgandan keyin maxluqotning o'zi nima bo'ladi? O maxluq bo'ladi. Maxluq bo'lgandan keyin bu odamning o'zi Allohga nima qilish kerak? Qulchilik qilish kerak. Unda birdan qulchilik qilgan, amaliyatda ras bo'lgan, shuna muttasif bo'lgan, shu ma'budning nimasi deymiz? Alam deymiz. Men bu yerda bu yilqi nima u? Jalaluddin mahalliy degan odam o'zi Alloh degan ismning o'zini alam, ya'ni ism jamid deniki qatorinchi oladi ekan. Bu ilohning nima qilindi? Tafsir qilindi, ishtiqoq qilindi, oyat deganimizda undaqchi emas. Robbil alamin. Mana undaq Alloh ki olamlarni tarbiyalaguchi edi deygandi. Rob degan nima degan gap? Rob degan gapning o'zi arab tilida bir qancha ma'noda ekan. Birsi Malik, Sayyid, mana Xoliq deganidek, men mushundaq dashkarani bir qancha nima deydi ekan, uni Rob deydi ekan. Ham Sayyid, Xoliq, mushundaq Malik deganidek ashtaq gapni shu o'ziga oladi. Unda o'l ekan Rob olamlarniki Robbi edi degan gap, ya'ni u zotning o'zi shunday bir zotki, u insonlarni yo'q yerdan bar qilib, ularga egi chiqib, ularni boshqarib, idora qilib, men mushundaqcha ketib qolgan zot degan nima bo'ladi? Kishi bo'ladi, narsa shu bo'ladi. Unda o'lkin shu Alloh hamd olsunki olamlarni. Nima? Ya'ni Allohdan boshqa bo'lgan barliq narsalarning o'zi nima bo'ladi? Olam bo'ladi. Shu olamniki o'zini har bir tur, parcha, har xil jins, mana a'zo
jism deganidek hamma narsalarni o'zi Alloh taolo uni yo'q yerda bor qilib, men mushundoq o'ziga loyiq bo'lgan ashyo narsani berib, ham idora qilib, boshqarib, mushundoq narsalarga ehtiyoji nimalarni berib, mushundoq qilayotgan nima u zot. Bu zotningki ismi nima? Rabb. Rabb degan shu mushu ma'noda. Ya'ni bu yerda Maliku jamil xalqi deydi. Ya'ni olamlarniki Rabb edi degan gap, ya'ni nima degan gap? Ya'ni Rabb degan gapning o'zi Malik degan ma'noda chiqadi. Ya'ni olamlarniki Rabbiki, xalqlarniki hammasi ego'chidi. Bütün xalqniki egisi kim? Ma'qul biz uyim bor, mening balam bor, mening uning meniki ayolim bor, meniki erim bor deydi. Ama undan başka buni haqiqiy ega bo'lgan zot va undan boshqa quyosh, zamin, osmon, yulduz deganidek, men mush narsalar dengiz deganidek buniki egisi kim? Buning hammasi nima? Odam. U odam bo'lgan ekan, mush narsaniki egisi bo'lgan zotning o'zi nima? Rabb. Shu Rabb shu. Bu xalq degan nima? İnsanlardan, cindan, malaika, hayvanat va ularning g'ayri dedi. Men bütün narsalarning hammasi nima bo'ladi? Olam bo'ladi. Olam bo'lib, buniki egisi. Ammo bu narsa yaxshisi bo'lib, kimdir buning egisi deymiz. Men bu koinotdagi bu narsalarning o'zi mushtaqa mavjud bo'layotgan ekan, buning egisi kimdir deb bilgan ekan. Bilgandiki bu e'tibordan nima bo'ladi degan, men olam bo'ladi. Wa kullun minha yutlaqu alayhi alamun. Ve her biri uladın. Kavun, insan, cin, malaika, hayvanat, onun başka her türdeki canlılık, cansız narsa türleri şu var. Bazı gözümüz görünmegen olsun. Ya ki görünüp kalan ya denizde ya kuruklu yaşayan olsun, ya havada yaşayan olsun, ya tekli yaşayan olsun. Her kandak bir neskerenin yüzüne onun ne dep işiltildi, Arap dilde alem. Dep ne kıldı, işiltildi. Ne dep işiltildi, alem dep. Alem degan gap, yani deydi alamil ins, alamil cin deydi bu gapning oxiriga. Cin alimi, inson alimi, tabuştaqchi deydi. Degan uçağınızda alim degan ne degan gap? Alam degan gapning asli bunun ma'nosi alomatdan nima qilgan, ishtiqoq qilgan. Bu alomat degani belgi degan gap bo'ldi. Unda o'lkin alamun nima degan? Alamu degan gap, ya'ni alam degan gap İnsanniki, insan alimi degan gap, insan aliminiki bir belgisi. O belgi qavun, insan o'ylasak ya jinni yoki koinotda hamma narsa o'ylasak, bu belgi bo'lib, meni yeni bir kuchning o'zi men uchun yaratdi. Ya'ni Alloh taolo meni nima qildi? Yaratdi, yo'q yani bar qildi deganni bildirgan nima delil deydi. Men mush delil alomat bilan bu narsalarning o'zi nima deb ataldi? Olam. Men mushu Allohdan boshqa barliq narsalarning har birisi shuningdek hozirgi bilan bağlanan bütün insanlarınki her bir insan 8 milyar insan şuningdek qo'y, kala, onun başka bütün hayvanatlarınki mel tür bilan bo'lsin, mel a'zosi bilan bo'lsin, her birisi bir alamet olup, bir alem bulup, bu alemlik o'zi jazman men uchun ikkinchi bir kuchchi meni yaratdi degan belgi o. Allah'ın bar ekanligi nima, mavjud ekanligi nima belgi. Bu belgini o'qish resmi xolis bir niyatda bo'lgan odam buni tushunish kerak. Buni mushtaq bo'lsa unda uqalaydi. Agar bu odamning qalbining o'zi, bu odamning fikrining o'zi boshqa yerda akirib u gapning o'zini, ondaki ma'no sog'a bo'lsa, o'zi buni tushunmaydi. Shu an mo'minlarning o'zi qalbi sap bo'lgan ekan, men bu e'tibordan qanday qilganga, men bu e'tibordan Alloh taoloniki, men mushunda koinotning hammani mushtaq ya'ni qilibdi, yo'q ya bor qilibdi deb Allohning bir ekanligini e'tirof qilib iymonchilik etadigan ekan. Bu nima? Men bu shunda iborat. Endi va g'alaba fi jam'i bil ya'i wan nuni. Ulul ilmi ala g'ayrihim deydi. Endi g'olib keldi. Bu alemni jam'i qilishga ya bilan va nun bilan mana g'olib keldi. Ulul ilmi degan gap bu yilqi aniki payli va g'olib keldi shu olamni jam'i qilishga ya va nun bilan. Alamun degan nima u? Alamun degan bo'lgandan keyin buni va bilan nun bilan jam'i qildik deydi. Aslida va bilan nun bilan jam'i qilish qani bilan jam'i qildik? Jam'i muzakkarni. Jam'i muzakkarni nima qilishdan, uni jam'i qilishda uniki bir qancha misvati ilib bilan shu va bilan nun bilan yo bilan nun qilishniki bir qancha shart bo'ldi.
Shu shart tutsa, andikin u ism o'zini vavdan yoki yovdan nundan nima qildik? Jamiychi qildik. Jamiyni qildik. Unda valki bu odamning o'zi insondan boshqa hamma narsaniki aqli yo'q. Nima yo'q? Aqli yo'q. Uning nima yo'q? Ilmi yo'q. Ilmi yo'q bo'lgan narsalarning o'zini ilm bilan yovdan nundan yoki nima bilan mana rappilik holatda vavdan nundan jami qilolmaydi. Jami qilolmagandan insonda boshqa narsa qandoq qilib nimani kala qo'y hayvon shu quyosh yulduz deganidek mana beliq deganlar dengiz zamin deganlar qandoq buni bu aql vadasiga oldi bu to'g'ri kelmadi desa uni deydiki g'olib keldi shu olamni yo va nun bilan jami qilishdan mana alamun deb jami qilishdan ulul ilmi ilm egillari bo'lgan insonlar ularniki g'ayri g'olib keldi. Ya'ni ular o'zi oz bo'lsa-mu, lekin insonlar bir bo'lsa-mu, ularniki manfaati va qadr qimmati ularda yuksak bo'lgan ekan, bu e'tibordan mana uning ustiga hamma mushtaq ashno saysi oldi bu deb o'tirib, andiki buni deb jami qildi, mana vavdan nun bilan shu jami qildi. Bu nima jami taqlib deb nim qildi, atildi. Mana bu odam degan alomatli mushtaq. Bu alomat belgi degan gap. Chunki bu odam mana Alloh nimaga belgidir ijod qilgan. Mana shu odamni paydo qilgan bir kuch nima belgi. Mana har bir narsani o'ylasak, jazman uniki o'zligida bo'lmaydiganligi, mana o'zligida bo'lmay, uniki jazman bir kuchniki yaratqusi bor ekanini uqtirib turdi. Men mush e'tibordan uni nima deb ataldi? Odam deb shu ataldi deydi. Er-Rahmanur Rahim. Yani zir-rahmat, rahmetning egisi idi deydi. Bu yani o Allah'ki Rahman idi, Rahim idi degan gap, zir-rahmat degan gap, zir deganimi egisi, rahmetning egisi degan gap. Rahmetning egisi degan gap o'changizda u odamga rahmat bo'ludi degan gap bo'ldi. Rahmat cho'p yani yurak bor degan gap. O'changizda bu qanday bo'ladi desa, mana deydi. Bu rahmetning egisi degan gap xayrni iroda qiluvchidir o'zining ahliga. Biz o'changizda rahmat bama yurgi va degan gap buni iroda qilmaymiz. Buniki asmanisi bor. Uniki lozim bo'lgan. Men odam o'zi ko'ngli qalbi irib boshqa ichi og'rib qolgan bo'lsa, uniki lozim bo'lgan u narsaga nima qildi odam? Yaxshilik qildi. Yaxshilik qilishni nima qilamiz uni iroda qilamiz. Deydi. Unda bo'lgan Rahman Rahim bo'lgan zotning o'zi nima o? Ya'ni ko'p ashnaq insonlarga mana dunyomizda kofir, mu'min demasdan hammasi shu in'om ihson qilib beradigan ne'matni hamma berib turdi. Mana o'lgandan o zotning o'zi, mana u dunyoning o'zida mu'minlar xossatan nima qilib turmishlar? Men in'om cho'q qilib turib, in'om ihson qildi, xayril qildi, uni uchun rizq cho'q berdi, yemak ichmak berdi men dunyoning o'zida. Deb mushtachi ma'ni cho'q etimiz. Deydi. Men mushuni qarab, men o'lmaning o'zi bu yiliqim. Bu Jaloliddin al-Mahalli degan odam o'ziniki Ash'ari mazhabga, ya'ni Ash'ari mushtaç deb qildi hamda hozirgi odamni. Deb mushtaç cho'q qildi. Mana biz o'shanizda biz endi agar ashtan ma'ni asosan to'g'ri, lekin unda qilmay, biz shu Allohning rahmat debdi, rahmani bilamiz. Uniki qanday ekan Alloh shundaqmi uni bilmaymiz. Alloh mufassirsak umuchi bo'ladi. Maliki yawmiddin. U Alloh, ya'ni shunda bir Allohki dinning kuni, jazo kuniki egisi shu edi. Deydimdi. Jazo kunning ise egisi. Mana maliki degan gapning o'zi Er-Rahman birinchi sifat, Er-Rahim Alloh taoloning ikkinchi sifat, uchinchi sifat nima? Maliki yawmiddin. Mana u Alloh shunda bir Allohki Rahman Rahim bo'lgan Alloh. U nima u? Robbil alamin. Mana bo'lgan Allohki birsi Robbil alamin, birsi Rahman Rahim 3, Maliki yawmiddin 4. Mushunda 4 sifat bilan muttasif bo'lgan zotga butkul hamdining hammasi shu kishiga loyiqdir degan nima ma'ni? Unda bo'lgan Maliki yawmiddin andaq Allohki jazo kunniki egisi edi. Jazo kun degan gap, ya'ni qiyomat. U dunyoning egisi shu edi o zot dedi. Ya'ni din degan gap nima gap? Jazo degan gap. U jazo degan gap qiyomat kun degan gap. Qiyomat kunidir. Endi xos qilindi. Endi dinning o'zida meyadamdi asl dana yadino daynan va dinan deydi, e'tiqod qildi degan gap. Jazolidi degan gap. Shunga arablarimizda kapa yadin yudam deydigan ishlar nima bor? Qanday ish qilsangiz, shuni qarta jazolansiz, mukofotlansiz degan gap. Unda bo'lgan shu
kunninki o'zini, mana ash kunni jazolagan kunni o'zini nima deb atadi uni? Din deb atadi. Bizniki ma islom dinimiz dinchi o ma'ni emas. Şu an bu dinniki o bizlik islomning o'zi din deb atilishi. Chunki buning ichida qandoqki yaxshi odam, yaxshi ish qilgan bo'lsa jannat bilan, yomon odam ish qilgan bo'lsa u do'zaxdan mundoq bir nim qilganlik uchun, uni jazolaganlik uchun shu o kunniki o'zi nima deb ataldi ular? Mana o ma'lumotning o'zini din deb ataldi. Din degancha shu. Mana din degan gapning o'zi bir qancha ma'noda ekan. Qur'oni Karimda bor, bir qancha ma'noda. Birisi islom ma'nosida, dindan, birisi jazo ma'nosida, birisi e'tiqod ma'nosida, birisi tushunch deganidek ashqa ma'nosi shu keladi. Mayadagi ma'no degan jazo. Xos qilindi shu yawmiddinni zikrgan. Ya'ni qiyomat kuniga ega bo'lgan zot edi. Dedi deb nima uchun bu gapni qildi, bu gapni xos qilib qo'ydi desam, chunki shan yo'q ega bo'lgan bir podsho uchiq oshkora shu kunda hech qanday bir ish uchun faqat Alloh uchun bor. Endi ma dunyoda men har odam o'zim bilan ishlab nima qilib, ya podsho bilan ega bo'lib, boshqurt qilsa men podsho deb turadi. Ammo o kunning o'zida shu u kunning o'zida Allohdan boshqa hech qanday bir podsho olgan, men ani qilman, mani qilman deydigan, uning ustiga hukm qilgan unda bir huquq yo'q. Yo'q bo'lganligi uchun faqat u kundagi bo'lgan shu podshohlik ega bo'lish ishini o'zi, idora qilishni o'zi faqat Allohga xos bo'lganligi uchun shu bu oyatning o'zi nima dedi? Maliki yawmiddin deb bu gapni qilish o'zi shu. Nima uchun shu deydi? Shunga Allah Teala Qur'oni Karimda mana bütün koinotniki hammani mana o 2 surda tartib uni hammani yo'qotib qolgandikan, 2 sur tatqandikan, shunga nima deydi o? El-Mulk, yani bugün kunda qani podsho chiqsin. El-Mulk nima? Shunda bir oyat bor. Mana endi qani dunyoning o'zi mustaq voy men podsho deb ho'kirab ashta qonsining kuchim bor deb. Qani bu bundaqa odamni chiqsin. Unda o'g'ani haqiqiy mena podshohlik mendidir. Egidosh qilgan kishi endi men bo'laman deb mushtanim qildi deydi degan bu mazmunchi oyat bor. Nima shu qarang ki. Mana maya deb turibsiz. Mana nima bunda deymiz buni desa, laysal mulku limanil mulkul yawma lillah degan oyat deyiladi. Mana kim uchundir? Men podshohlik bugun kundagi qiyomat kunda kim uchundir? Deb bakinglar. Sizin deydi Allah Taala, men o'z deydiki Alloh uchundir. Shu Alloh uchun bo'lganligi uchun shu bu oyatda maliki yawmiddin. Yani qiyomat kunniki faqat egisi bo'lgan, xosatan Alloh bo'lgan zot deb mundaqcha ma'no aytamiz. Endi biz kishiga o'qon bo'lsa, o kishi maliki deb maliki zibridan foyda vasiga o'qon bo'lsa, uniki ma'nosi mana ishning hammasiga qiyomat kuni ega bo'luvchidir degan. Endi malik deb o'qon, malik deb o'qon bo'lsa, o'chansa hozirgi ma'no chiqadi. Malik nima podshosiman, qani podshohim chiqadi deb. Mundaqcha bo'ladi. Maliki qiyomat kuniki o'zida ishniki hammasiga ega bo'lgancha uzatdir deydi. Endi yoki u maliki yawmiddin degan gap u mavsufdir ashundan doimo. Doimo nima? Mavsuf degan nima bo'ladi? Gapchi bo'ladi. Endi maliki yawmiddin degan vaqtida uçağımızda kıyamet günü işinin hemmesi gidin boludu. Allah egiç bolu degan gap. Ya konmaydı maliki yawmiddin üzü. Men aşlım olan yani aşı malik yawm degan hemmesi egi oluşu degan sıfatlanıdı. Hemişe degan gap boludu. Hemişe gidin boludu. Sıfatliki hemişe Allah Teala aş malik yani mulk kupçu turdu. Degan nima o gapçı boludu. Mesela gafir zambi desek uçağımızda günahın mağfiret qiluvchi degan gap, ona davomli nima qildi deymiz, mağfiret qiluvchi deymiz. Shu ona durust bo'ldi, uniki kelishi sifatul ma'rifatchi. Sifatul ma'rifatchi uchinchi keldi. Endi malik degan nima gap? Malik degan muzaf. Yawmiddin degan muzafun ilay. Unda avvalki malikning o'zi nima o? Sifat o bir nakira. Uçağımızda nakirin o'zi izofatda ma'rif aylanib ketadi. Ma'rif aylanib ketgandan keyin uçağımızda siz bu gapning o'zini qandoq qilib doimo deb ma'ni chiqirsiz desa, uçağımızda uniki sifatimiz ashtaqan bo'lsin, lekin u nima sifat bo'lib, uçağda ma'riflik olmay, ma'rif xosib qoladi. Men bu e'tibordan shu buni doimo deb ma'ni chiqirishimiz sababchi shu deydim. Mana
lillahi ar-rahmani ar-rahim. Maliki degandikin malik Allah degan mavsuf nima u? Ma'rifa. Unda o'likin uningki sifat bo'lgan ar-rahman rahimdek malik sifat bo'lishi kerak. Tamam, ma'rif bo'lishi kerak. Nima uchun bu yer ma'rif bo'lmay ne kirib qoldi desa, u chog'ingizda bu yerda ma'rif qilishni demizda, buniki hammasi Allohning egizi bo'lgan kishi deganki, bu e'tiboran ma'rif shu aylandi. Ma'rif aylagandagi shunga Malik Yawmiddin'niki Allah degan ma'rif bo'lgan ismga nima bo'lishi sifat bo'lishi. Durust oldu deydim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. 5. ayet. Sana ibadet qilamiz ve sendinla yardım talep qilamiz deydim. Mana butkul hamda Allah uchunki Rabb olamlarning Rabbisi edi, Rahman edi, Rahim edi. Mana qiyomatning egisi bo'lgan mush zot edi. Unda o'g'anki nima degan gap endi? So'zga anda mushdoq zot xususiyat sifat bo'lgan ekan, anda o'g'anki bir odam o'zi vujudi keladi-ki, ya Allah, unda qo'ygan bo'lsa ibodat qilsa faqat senga ekanlar. Unda o'g'anki butun naskarlarniki hammaniki egisi bo'lgan ekan, sildi yordam qilsa qo'ydi ekan deb nima deb kelgan gap oldi ekan, sildi yordamchi talab qilaman deb kelgan gap. Ya'ni İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'deki ma'nosini degan gap naxussu bil ibadati min tavhidin ve gayri degan gap. Xos qilamiz biz sizni ibodat qilishga nimada? Tavhidda va tavhiddan g'ayri bo'lgan, ya'ni ibodat va namoz va kaza butkul narsalarning hamsidan buni bo'ysuzda sizni xos qilamizki, silgir qilamiz. Nima u? Silgir qilamiz. Endi bu silgir qilamiz degan gapning o'zi chiqishi nimishqa? İyyâke na'budu degan gapning o'zi İyyâke degan maf'ul, na'budu degan nima? Pil fa'il. Pil fa'ildan keyin asli maf'ulning kelgan o'rni nimadan bo'ladi? Na'budu degan pil fa'ildan keyin bo'ladi. Masalan, zaraba zaydun amran. U chog'da amranniki o'rni fa'ildan kelishi kerak. O'rni shu. Unda bo'lmagandan keyin İyyâke degan aning maf'ulib nima uchun bu to'piq chiqib qoldi desa, oyat o'qidik ana taxsis. Tamam de. Sana ibadet qilamiz. Şu bu adam o'zi mayada uni tafsir qilsa naxusuka bir ibodatdi. Deb men mushundaq nima qilish o'joningizda men shu bir ibodatdi nima deb mintal va xayri deb bu gapni qilishga sababchi shu. Sana ibodat qilamiz. Men mushtaq bo'lganki sana ibodat qilgan gap namoz emas. Ya'ni bütün ishlarimizning hammani Allohga bo'ysundiramiz. Nima Allohga bo'ysundirib, Allohniki qonuni nima degan bo'lsa va uniki payg'ambarniki gapi nima degan bo'lsa shu bo'yicha qilamiz hamda. Ko'rdingmi, butkul qoidat yo'q yerda barqib tarbiyalab, men mushtaqib qarab baqgan olamni o'ziga. Bu odam hayron qilib qolgan ekan. Ayga shu hayron qilgan ekan. Ya'ni Alloh mush qoidat yaratib mushtaqқан ekan. Agar uni bir kishi bo'lgan bo'lsa, uni ishkirish qanday bo'lgan hayron qolgan. Qandaki bir odam o'zi uyi va hovlisini mushtaq yasagan bo'lsa, yasagandan u ikkinchi bir odam o'kirsinday shu dal qarab deb qilib qolgan gap. Ya'ni butkul olamning o'zi mushtaqcha o'xshaydi. O'xshagandiki shu e'tiboran nima deb ketdi odam? Alhamdulillah. Va mush yozgan odamning hamma, ya'ni mush yozgan naskarning hammasi mushtaq yasabdan güzel. Bunda onu bunu yozgan odamniki bak yaxshi, bak qobiliyatli odam emasmi degan maqtash shu. Asli mushtan mushni bildirdi suhbatdan. Alhamdulillah. Yoki va talab qilamiz biz yordamni ibodat qilishga va o ibodatni g'ayri qilishga sendilla nima qilmaymiz? Ibodatni nima qilib sendilla talab qilmaymiz. Bu odamda ibodat qilish va g'ayriga deb u yerda xas qildi, chunki ikki oyatning o'zi munosib bo'lsin deb. Ya'ni sendilla sana ibodat qilamiz va sendil yordam qilamiz degan gap, san ibodat qilishda sendil yordam qilamiz degan gap. Sendilchi yordam qilamiz degan gap. Bu nima? Yani her kadar vaqtida ibodatniki rasmiy nima bo'lishi Alloh uchun xolis bo'lishi kerak. Ikkinchidan, bunda bir ishniki qanday vujud chiqmasin o'zi bütün ishniki egisi Alloh bo'lgan ekan, bu ishniki qanday vujud chiqmasa Alloh bo'lgan ekan, unda bu ishniki vujud chiqishi uchun Allohdan nima qilishimiz kerak? Yordam qilish kerak. Agar Alloh yordam qilsa, hech qanday bir odam to'solmaydi, yordam qilmasa, hech qanday bir odam yordam chiqarmaydi. Chunki buni bildirdi. İhtinas sıratal mustaqim. Yani erşidna ileyhi.
deydi. Sana ibadet kılımız ve sende yardım kılımız. Anda o an için ihdina sıratal müstakim. Ey Allah bizni doğru yolga nimkısla başlasıla. Yani erşit ileyna. Yani bizde şu yolguçu irşat köz koysla. Diyen nime? O bildirdi. Ve bedel elinudu şu sıratal müstakimden nimine sıratal lezine en'amte aleyhimden nimudu bedelindu. Nimudu bedelçu kılınudu. Endi ikki sıratal degan sıratal lezine en'amte aleyhim degan gap sıratal müstakim dinniki nimsi o onun bedeli. Nima o bedel? Bunu da nima qilgan bedelagan. Yani biz ham sizga ibodat qilib, sizdan mushtaq narsa yordam talab qilmaymiz. Anda o'g'anki Allah bizniki hayotimiz oxirigacha har bizni to'g'ri yo'lga nimqislar boshlasizlar. Dedim. Sirat degan gap, siratniki o'zi asli, mana bu asli shinsin bo'lib, sirat degan gap bo'lar ekan. Bu sirat degan gap sabil. Sabil degan gap moddiy, narsa bo'lib, bir odam bir yo'lni shundoq mang'an bo'lsa, mana hozir yo'lni hamma ko'ramiz. Ko'zimiz ko'ramiz, mana amaliyotni o'qimiz. Bu naskarahning o'zi nima deydi uni yo'l deydi. Endi bu hissi, uniki ma'naviy bir taraf va mushabbah. Mushabbah bo'lgan Alloh taoloniki, men yo'liki Qur'on his ko'rsatgan, ma'naviy bo'lgan bir roh, ma'naviy bo'lgan bir yo'l. Shu yo'lning o'zida hissi bo'lgan narsaga o'xshatib, nima dedi? Ya'ni qandoqki ikkisi yo'lning o'zining maqsadiga yetkazgandek, mana Alloh taoloniki ma bizga tushgan shu yo'lning o'zi ma'naviy bo'lganligidan, uni o'xshatgan ekan, ikki tarafni bu yerda o'xshatib, anidikan bu yerda tashbih qilib, istiora qilib, shu ularni nima qildi u yerda? Mana bizga mushu yo'lni, to'g'ri yo'lni maqsad mezg'ilga to'g'ri yo'lni boshqa hidoyat deb bersalar, ko'sib qo'ysalar deb mushtanim qildi dedi. Yurmush oldu demdi. Bu yerda istorchu bor. Nima istori bor? Endi u yerda hidoyatning o'zi bir qancha ma'noda. Hidoyat ikki xil. Birsi hidoyat degan gap nima? Hidoyat degan gap hidoyat qildi degan gap, birsi yo'l ko'sib qo'ydi degan gap. Ya'ni arshada, ya'ni quturib qo'ydi, "Ma yo'lda aqmansiz, mana shu mutaqilmansiz, ay uttu aşağı varsiz" degan gap. Yin bir yo'l bor, u hidoyat bor, u yo'l hidoyatning o'zi u odamni rasmiy qo'lida tutib olib, mandaq yo'l ko'sib qo'ygan o'zini bo'ladi, o hidoyat bo'ladi. Chiqil nimada men dedim. Buningda nima? Shuniki men so'g'an, nima bu yerga qo'lni olib yo'lni ko'sib qo'ygan hidoyat. Nima yo'lni ko'sib qo'yish arjada degani shu. Ya'ni bizni haqniki ustida bo'lgan to'g'ri yo'lning o'ziga bizni nima qo'ysa, ko'sib qo'ysalar deb mushtaqchu dedi. Bu demak muhim inson uchun. U ko'sib qo'ygan qav, u nimiti mubamti. Mubam bo'lgandan asosan bu yerda deyotgani nima degan gap? Badal eldi degan gap 8-7 oyat. Siratal lezina an'amta alayhim. Badalning o'zi nima deb o'qidi? Badalning o'zi mana bir ismni yeni bir ism badal olamiz. Badal ağa vaqtida uçağınızda birinci isim. Nima o? Matbu bo'lgan birinci isim maqsad emas, ikkinchi isim maqsad. Masalan, Jahuka Zaydun. Keldi seniki nima? Qarindishim Zayd dedik. Uçağınızda Ahuka Zaydun, mana Ahuka degan ne bo'ladi? Mana matbu bo'ladi. Zaydun degan tabi bo'ladi. Ma gapni qilishga maqsad kelish, keldi degan gapni o'zi bevosita sen Ahuka degan gap emas, Zayd. U Zayd bo'lgandan keyin Ahuka degan muqaddim bo'ladi. Asos ma'dan maqsadi nima demakchi? Zayd keldi demakchi. Lekin odam uqmaydi deb sening qarindishing degan shu gap bo'ladi. Shuning uchun mayadiki yil siratal lezina an'amta alayhim degan o'zini bu siratal lezina an'amta alayhim masratni nima? Badal. Badal bo'lgandan keyin bu yerda bizni nima qilsa, to'g'ri bizni boshlab qo'ysa nimaga? Men nimaga? Allazina an'amta alayhimniki yo'lga. To'g'ri yo'l deb bo'lib, u yerda undaq desa muqaddim o'rida, lekin siz in'om qilgan kishilarniki yo'lga bizni boshlab qo'yishlar degan gap asos maqsad bu. Bu nima bu? Badalchi shu deydi. Ya'ni anda birikki siz ularga in'om qillar, shuniki yo'lga boshlab qo'ysa nima qilishlar? Ularni in'om qilgan kishi kim edi? Hidoyat qilishga in'om qilgan. Kimlar ular? Boshqa oyatdagi payg'ambarlar. Shunam payg'ambarlar, o'nda boshqa bir kishilar çok batdi. Shu dedi. Ve bedel elinudu ellezine yüzün silisen gayril mağdub aleyhim din nime elinudu bedelçu elinudu. Mene ular nimidir? O Yahudlardır. Bir vakti düşüp ettim.
Evet okuyalım. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.